Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Endi biz align items va align self haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi align items haqida gaplashadigan bo'lsak, biz quyidagicha o'tgan darsdagi xususiyatlarni biroz o'chirib tashladim. Ya'ni o'chirib tashlamadim, umuman boshqa faylda qayta yozib oldim. Va bizada qo'shiladigan qo'shimcha xususiyatlar bizada heightni, ya'ni kengligini, balandligini berishimiz kerak bo'ladi. Men buni kommentariyaga olib qo'yganman. Buni kommentariyadan chiqaradigan bo'lsak, mana bizada quyidagicha ma'lumotlar joylashgan turibdi. Ya'ni bizada align itemimiz standart holatda stretch holatda joylashadi. Ya'ni bunaqa ko'rinish, ya'ni bizada stretch deb nomlanadi. Ya'ni boshdan oxirigacha ma'lumotni to'ldirib turadi. Biz bularni o'zimiz ixtiyoriy tarzda tartiblashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun misol align align items misol center beramiz. Agar center beradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizada item elementlarimiz, ya'ni align items, ya'ni centerda, ya'ni itemlarimiz markazda joylashib turibdi. Ya'ni bu bizada cross axis deb aytiladi. Ya'ni cross axis bo'yicha ma'lumotlar vertikal joylashtiriladi. Xo'p, buni ham bir nechta qiymatlari bor. Misol flex end beradigan bo'lsak, oxirida joylashadi. Agar start beradigan bo'lsak, bu ham faqat yuqorida joylashadi. 3 ta qiymat qabul qiladi, ya'ni flex end va bu yerda kommentariyaga oladigan bo'lsak, misol quyidagicha flex start va center, ya'ni quyidagicha qiymatlarni qabul qilib ishlaydi. Hop, o'zingizga qulay bo'lgan, ya'ni xuddi shunaqa formatlardan birini tanlab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni men flex start berib qo'ydim, ya'ni ma'lumotlar yuqoridan joylashgani ma'qul. Hop, xuddi shu tarzda ishlaydi. Bizda quyidagi elementlar ko'rib turganingizdek, bizda hammasi zich yopishgan holatda turibdi. Bularni o'zlari bir-biridagi masofani ochishimiz mumkin. Buning uchun bizga gap elementi kerak. Gap elementi biz istagan qiymatimizni beramiz, ya'ni gap 20 piksel. Va agar 20 piksel beradigan bo'lsak, har bitta element orasidagi, ya'ni har bir item orasidagi masofa 20 pikselga teng. Xo'p, gap bu bizda bu ham xuddi paddingga o'xshagan, lekin sal boshqacha, ya'ni row uchun va column uchun alohida beriladi. Misol 20 pikselga 10 piksel beradigan bo'lsak, bu yerda mana column 10 piksel, row 20 piksel hisoblanadi. Bu qanday ishlaydi? Keling, kommentariyaga olib turaman va column gap beradigan bo'lsak, ya'ni bu qatorlar bo'yicha gap, ya'ni masofa 20 piksel beramiz. Ya'ni biz ko'rib turganingizdek, qatorlar bo'yicha masofa 20 pikselni oldi. Xuddi shunday row gap ham bor. Row gap ham berilgan bo'lsa, 20 piksel. Bizda bunday row gap bo'lishi uchun pastda yana itemlar bo'lishi kerak. Keling, bundan 2-3 marta nusxalab tashlayman va ko'rib turganingizdek, bu yerda hammasi tiqilib turibdi. Sababi bizda 100 piksel, lekin bu yerda endi 100 pikselli element mavjud emas. Bular avtomatik pastga tushishi kerak. Buni ham yo'li bor bizda. Buning uchun bizada flex wrap degan qiymat bor. Flex wrapga wrap beradigan bo'lsak, bizaga element o'zidan kerakli qatordan chiqib ketsa, ya'ni o'ziga kerakli o'lchamga sig'masa, avtomatik pastga sindirib beradi, ya'ni wrap qilib beradi. Agar no wrap bo'ladigan bo'lsa, bu majburiy hammasi bir tekisda ketaveradi. O'zi no wrap no wrap quyidagicha o'zilar ekan. Chiziqchasi yo'q. Ya'ni no wrap, ya'ni default holatda no wrap bo'lib turadi. Biz boshqa no harfini o'tkazsak wrap bo'lib quyidagi holatda joylashadi. Xo'p, ana endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizda flex start berganmiz, ya'ni start tip bilan boshlanmayapti va bizda gap, ya'ni row bo'yicha gapimiz 20 piksel ekanligini tushunmayapmiz. Ya'ni 20 piksel haqiqatan beryaptimi yo'qmi? Umuman olganda aslida 20 piksel row, ya'ni qator bo'yicha beryapti. Bizda align content bor. Align content bu kontentlarni content bo'yicha tartiblash endi. Bu ham xuddi shunday start berishimiz mumkin. Start beradigan bo'lsak, mana kontentlarimiz yuqoridan joylashmoqda. Ya'ni bu endi umumiy kontentga to'g'ri ta'sir qiladi. Xo'p, itemga emas, kontent bo'yicha joylashmoqda, ko'rayotganingizdek. Va start bo'lishi mumkin, end bo'lishi mumkin. Va xuddi shunday bir nechta qiymatlari bor. Buni ham bunday ochib ko'radigan bo'lsak, mana first baseline to'da. Xo'p,
mana space between, ya'ni space between, ya'ni standart holatda bizda space between holatda joylashgan bo'lgan ekan. Space around bo'yicha. Hop, between beradigan bo'lsak, mana yuqori bilan pastga, ya'ni tiqilib turibdi. Xuddi shunday bu align content bilan justify content, ya'ni qiymatlari bir xil qiymatni qabul qiladi. Farqi, align content vertikal holati bo'yicha, ya'ni vertikalni, ya'ni cross axis bo'yicha joylashuvga javob beradi. Justify content esa main axis, ya'ni gorizontal holatda joylashuvga javob beradi. Farqlari shunday. Bizda tak bu yerda justify content bergan joyimiz qanday? Bizda justify content yozmak ekanmiz, uzr. Hop, kelinglar. Justify content yozamiz. Justify content, misol space between beramiz. Ya'ni ma'lumotlar ikki burchakka tiqilib turibdi. Ko'rib turganingizdek, mana align content ham, justify content ham, ya'ni ikki chetga tiqilgan holatda turibdi. Mana bu yerda ham ko'radigan bo'lsangiz, orasida ancha katta masofa bor. Ya'ni bundan qanchadan duplikat qilsak, ya'ni nusxalasak, mana shuncha ma'lumot qo'shilib bormoqda. Xuddi shu tartibda ishlashda davom etaveramiz. Xo'p, align content space between bo'ldi. Xo'p, ana endi keling buni start beramiz. Hop, start berdik. Quyidagicha, ya'ni kolumnlar orasida 20 piksel va row orasida ham 20 piksel borligini ko'ryapmiz. Va endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, ikkinchi qatorda lekin kolumn orasidagi masofa 20 piksel emas. Lekin bu responsive bo'lganda orasida 20 piksel masofa qoladi baribir. Misol quyidagicha oynani ochib ko'ramiz. Xo'p. Bu avtomatik bizda responsive bo'lmayapti. Buning uchun biz max width deb yozib turamiz. Avtomatik qo'shilib responsive bo'lishi uchun va ko'rib turganingizdek, mana qancha surib keladigan bo'lsak, xuddi shuncha avtomatik pastga joylashib bormoqda va bu yerda teshib chiqib ketganini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bizda bu narsa avtomatik responsive bo'lishga ham, ya'ni foydasi bor. Ya'ni bu avtomatik responsive bizga flex wrap xususiyati shunday imkoniyatni beryapti. Ya'ni bizda qancha ekran kichiklashib boraversa, bizda e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu yerda ma'lumotlar orasidagi masofa 20 piksel bo'ladi. 20 pikselga borganda bir-biriga urilib 20 pikseldan kichik bo'la olmagach, avtomatik pastga tushirib yuboradi. Buni ko'ramiz hozir. Yana tushiramiz mana. 20 pikselga kichik bo'lgandan keyin avtomatik pastga tushiryapti va bu yerda yana qanchadir kattaroq masofa qilyapti va xuddi shunday, ya'ni masofa saqlagan holda ishlamoqda. Biz xuddi shunday holatda elementlarimizni moslashuvchan qilib, osongina responsive qilib saytimizni, dasturlarimizni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, align content, justify contentlar haqida ham ko'rib chiqdik, column gapni ham ko'rdik, row gapni ham ko'rdik. Bu ikkalasini qisqartirilgan holatda ham shunchaki gap 20 piksel berishimiz mumkin. Ya'ni bu ham qisqa yozish usuli hisoblanadi, ya'ni shorthand usuli. Hop, agar misol birinchisi row bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi 10 piksel beradigan bo'lsak, bu kolumnga javob beradi. Ko'rib turganingizdek, mana. Hop, bu yerda 10 pikseldan kattaroq bo'lib turibdi. Sababi bizda nima bo'sh joy mavjud, ya'ni biz justify contentda space between berganmiz, shuning uchun shunaqa holatda turibdi. Xo'p, bo'ldi. Align items va align contentda tanishdik va gap bilan flex wraplarni ham o'rganib chiqdik. Ana endi keyingi darsda biz itemlarni o'zi bilan, ya'ni child elementlari bilan ishlashni ko'rib chiqamiz.